So'nggi yillarda mamlakatimiz ulkan bunyodkorlik makoniga aylandi. Bugungi kunga mos va xalqimiz farovon hayot kechiradigan yangi manzillar barpo etilmoqda. E'tibor qiling, birgina 2024-yilda qurilish sohasidagi rekord ko'rsatkich 100 mingdan ortiq xonadonlar qurildi. Kelgusida bundan ham katta marralar ko'zlangan. Fikrimizga, poytaxtimizga yondosh hududda barpo etiladigan yangi Toshkent shahri yorqin misol bo'la oladi. Hamkasbim sharhi ushbu yangi shahar va uning o'ziga xos jihatlari haqida. Toshkent Markaziy Osiyoda aholisi eng ko'p shaharlardan biri. Qariyb 5 million nafar odam shu yerda istiqomat qiladi. Yaqin 10-20 yil ichida poytaxtliklar soni yana 2-3 millionga ortishi prognoz qilinmoqda. Bu o'z navbatida mavjud infratuzilmaga yuklama ortishidan signal beradi. Ekspertlarning fikricha, ushbu faktor iqtisodiy o'sish sur'atiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ana shu ehtiyojlarga javob tariqasida 2023-yil 18-mart sanasida O'zbekiston yetakchisi Yangi Toshkent loyihasiga start berdi. Buning uchun Yuqori Chirchiq va O'rta Chirchiq tumanlaridan 20 ming gektar yer ajratildi. Yo'ldosh shahar, tirbandlik, yashil maydonlarning kamayib ketishi, zichlik muammosiga yechim bo'lishi kutilmoqda. Yangi Toshkentni shakllantirish orqali Toshkentdagi tirbandliklar oldi olinadi, tarmoqlarga tushayotgan yuklamalar yengillatiladi va yangi Toshkentda zamonaviy shaharsozlik qurish materiallaridan foydalanib, tajribadan o'tgan jarayonni nafaqat Toshkent, balki butun respublika bo'yicha shaharlarimizda tatbiq qilish reja qilingan. Boshqacha qilib aytganda, boshqa shaharlardagi hayot darajasini oshirishga yo'naltirilgan bir sinov laboratoriyasi. Yangi Toshkent qurilishi 6 bosqichda 2045-yilga qadar davom etishi aytilmoqda. Loyihaning birinchi bosqichida madaniy-ma'rifiy klaster, universitetlar qurilishi belgilangan. Yangi Toshkent 15 daqiqalik shahar konsepsiyasi asosida rejalashtirilgan bo'lib, unda maktablar, tibbiy xizmatlar, do'konlar va hatto yashil maydonlar 15 daqiqada piyoda yoki velosipedda yetib olishi mumkin bo'lgan radiusda joylashadi. Loyiha mas'ullariga ko'ra, Yangi Toshkentni faqat O'zbekistonning o'zi qurmaydi. Hozircha Xitoy, Buyuk Britaniya, Turkiya, Rossiya davlatlaridan investorlar qiziqish bildirgan. Bu o'z navbatida Yangi Toshkentni mamlakatning biznes peshtaxtasi sifatida taqdim etish imkonini beradi. Bu orqali xalqaro investitsion kompaniyalar va jamg'armalar O'zbekistonning salohiyatini sinab ko'rishi mumkin. Osiyo taraqqiyot bankining shaharsozlik bo'yicha bosh mutaxassisi Kristin Chan bu borada CNN telekanaliga intervyu bergan edi. Yangi Toshkent yangi iqtisodiy loyihalar markaziga aylanadi. U iqlim o'zgarishiga chidamli infratuzilmani o'zida mujassam